Assalomu alaykum. Yana bir bor ko'rganimizga xursandmiz. Hurmat aka, bilamizki bir nechta Oktagon ligada jang o'tkazib, o'z vazningizdagi chempion hisoblanasiz. Shu oralarda ancha vaqtdan beri jang qilmay qo'ydingiz va shu sababi nima uchun uncha jang qilmayapsiz? Biroz aytib bersangiz. Va alaykum assalom. Bu orada 1,5 yil tanaffus bo'lib qoldi. Oxirgisidan keyin endi birinchidan shu organizatsiya bilan ozgina отношенияmiz пока что kontrakt bo'yicha bo'ylar bo'yicha tushunmovchiliklar bo'ldi. Keyin ulardan keyin Nayza ligasida taklif keluvdi. Keyin Ashim bilan shartnoma qilib turib, ungacha ozgina travmalar bor edi. Ularni hal qilib chiqib, Xudoga shukr, mana yaqinda 30-may kuni jang qildik. Alhamdulillah g'alaba qozondik. Allohga rahmat. Keyin hozir ma'lumotga qaraganda rekordingizda Nayzadan oldin adashmasam Tailandda zubor qildingiz va Banglan Mohina jang o'tkazibsiz. Shu jangingizda qanaqa bo'ldi? Shu jangingiz? Tailandda mashg'ulotlar o'tkazayotganimizda bizga shunaqa предложение tushdi. Bangla degan stadionida jang taklifnoma tushdi. Как раз yaxshi formada edik. Shunga chiqib turib, uzoq tanaffusdan yana bir o'zimizni katta arenaga qaytishlikka o'zimiz tekshirib ko'rdik. U yerda ham g'alaba qozondik. Xudoga shu undan keyin kelib turib bo'ylarni qabul qilib, mana Xudo xolasa g'alaba qozondik. Dalshi g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Shu Nayza 73-turnirda g'alabangizdan so'ng va Nayza organizatori o'sha prezidenti sizga qanaqa va'dalar berdi, kamargacha jang olib bera olarmikan? Nayza ligasi пока что отношенияsi yaxshi. U yerdagi trenerimiz bor, ag'ayimiz bor. Biz bilan yaxshi muomalada, ular bilan yaxshi muomalada. Ashi faqat gaplashadi. Men rukovodstvo va Nayza bilan gaplashmayman. Meni menejerim bor, u yerda gaplashadigan. Kelishimiz, men uyga O'zbekistonga qaytishimda menga sразу pretendentskiy bo'y 28-iyunda предлагать qilishdi. Chunki oz vaqtligi uchun, sopernik seryoznligi uchun, unga alohida tayyorlanish kerakligi uchun biz пока что buni keyingi turnirlarga qoldirishga sabab bo'ldi. Undan keyin Xudo xolasa уже Nayza ligani kamariga urishga уже bizni munosib ko'ryapti degan umiddamiz, chunki уже bizga pretendentskiy bo'ylar beryapti. Hozir Pankretondagi Andijon Open chempionatida o'zingiz fikringiz qanday o'tdi deysiz? Andijonda bunaqa musobaqa bu Hoji Akbar akamiz boshchiligida mashallah zo'r o'tibdi. Chempionat mirada вообще. Bu vodiy tarafdan Andijon viloyatida bunaqa musobaqalar kamdan kam bo'lardi, chunki shuncha bu sразу yaqqol ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Juda ham xursandmiz. Bu Hoji Akbar akamiz shunaqa turnirlarda davom etsin. Biz Xudo xolasa rядом qo'llab-quvvatlab turishlikka Xudo xolasa rядом bo'lamiz endi. Harakat qilamiz demoqchiman. Allohga sizga ham katta rahmat aytganingiz uchun. Rahmat katta hammalarga. Ayniqsa shu sizlardan shu duo qilib so'raymiz endi inshaalloh o'zbek sportchilari shu kamarimizni O'zbekistonda olib qoladi. Chunki bu kamar O'zbekistonda men adashmasam почти 1 yildan oshiq saqladim. Agar Oktagon ligada bo'lganimda juda ham ko'p saqlardim bundan ham. Endi Xudo xolasa boshqa maqsadlar, yangi cho'qqilariga harakat, Xudo xolasa o'shaning uchun poyez tashiyman Oktagonligini. Xudo xolasa o'zbek sportchilar olib, yana O'zbekistonda qolishini umidvormiz. Xudo xolasa birga harakat qilamiz. Boshqa jang qilmaysiz Oktagonga? Yana bo'ldi 6-kunga faqat shu poyez tashiyman boshqa vesda urishga, chunki men o'zim juda ko'p ves tashiyman, chunki ves tashladik, hali восстановление bo'lganim yo'q. Muxlislar uchun bo'ldi bu narsa, lekin hali bu narsaga qo'l qo'yganimiz yo'q. Chunki viza olish uchun ham, dokument qilish uchun ham ozgina vaqt o'tadi. O'shaning uchun bitta agar iloji bo'lsa urushib oladigan предложение bo'ldi, lekin bu narsa hali 100% kuchga kirgani yo'q. Lekin poyez tashlab ketishim aniq. Ayni vaqtda treneringiz Amerikada. Faqat mashg'ulot uchunmi? Yoki sizlarga oid qanaqadir yangiliklar kutaylikmi? Yo'q, hamma taraflama. Ham trenirovka qilyapti, ham o'zi ham o'syapti. Bizga yangiliklar istayapti. Ham menejer taraflama. Endi menejerlar bor bizda, hamma yo'q. O'sha dogovor bor hamma yo'qdan. O'ziga keladigan bo'lsa, bizda yaqin akamiz bor, o'rtog'imiz bor, o'sha bo'yga chiqadi, unga yordam qilyapti. Bizga ham
hamma Fight Baza sportchilariga yangiliklar qilyapti. Formada, chunki hozir Tailandda birinchi sborini O'zbekistonda o'tdi. Xudo xolasa biz duo qilamiz, O'zbekiston hamma inshaalloh g'alabani qo'lga kiritadi. Yaxshi formada men o'ylaymanki, juda ham yaxshi qiziq bo'y bo'ladi, chunki nima derbi deyiladi, El Clasico deyiladi. Endi xudo xolasa biz duo qilamiz. Endi bu sport, kim mehnat qilsa, kim yaxshi tayyor bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Bu bizning sportda bitta ular hal qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun shu duo qilib so'raymiz, xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, UFC kamariga yaqinlashadi Ramazon Tevyev. Rahmat, sizga omad. Nima savol? Assalomu alaykum yurtdoshlar va yana Shohida Rahimova Open Andijon Pankratyon chempionatida o'z vazini 50 kiloda chempioniga aylandi va sizga mana assalomu alaykum yana bir bor. Shu jangingiz 50 kilo vaznda Qozog'iston ustida texnik nokautni g'alaba qozondingiz va shu jangingiz qanaqa taassurotlar kechdi? Biroz aytib bersangiz. Qozog'istonlik raqib bo'lgandan keyin bilasiz, u oddiy raqib bo'lmaydi. Qozog'istonliklar bilan har doim zborlar, o'q yig'i mashg'ulotlar o'tkazganmiz, bilamiz. Qozoq raqiblarimiz har doim hamma sportdan kuchliligini raqobatlasha oladi, tengma-teng biz bilan. Hozirda chempionatda o'z vazningizda g'alaba qozondingiz va shu chempionatdan keyin professional janglarda qaytish niyatingiz bormi? O'zi ancha vaqtdan beri почти prelga yaqinroq jang qilmay qo'ydingiz. Shu biroz aytsangiz, shu jang qaytish niyatingiz bormi? To'g'ri, o'rtada sportda pauza qildim, chunki oilali turmushga chiqib, farzandli bo'lib, keyin sportga yana qaytdim. Hozirda ayni forma paytim, sport formasidaman. Xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor. Bundan keyin ham professional sportda hamma sportga tayyorman. Nasib bo'lsa, inshaalloh bundan keyin ham yaxshi chiroyli g'alabalar bilan boshladik. Bundan keyin ham sportda davom ettiraman. Va professional MMA'da bir qancha janglar qilib, shu oxirgi jangingiz aynan Koreyada bo'lib o'tgan, aynan tushmasam kuz oylariga yaqinroq. Shu jangingiz qanaqa kechgan? Nimagadir ikkinchi raundda hakam erta to'xtatgan, ya'ni ofsayd narsa bo'lgan ekan. Shu jangingiz biroz shu batafsil aytib bersangiz. Koreyada bo'ldi. O'tgan yil oxirgi marta jang qilganimda og'ritish usuliga tushib qolganman, lekin og'ritish usulida отказ bermaganman. Lekin referini anaqasi bilan jang to'xtatildi. Mayli, shu narsa bo'lishi kerak ekan. Biz har qanaqa vaziyatdan chiqib ketardik, har qanaqa vaziyatga tayyor edik. Endi bu sport, mag'lubiyat, g'alaba har doim yonma-yon yuradi. Bundan keyingi rejalarim sport formasiga tezroq tushib, shu g'alabangiz ham, mag'lubiyatingiz ham shu har doim birga yonib yuradigan shu yaqin insoningizga. Avvalambor hammasi Allohdan, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, lekin yaqin insonlarim, oilam, sportda eng muhim tushunadigan sizni turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerak ekan. Turmushga chiqqandan keyin sizni turmush o'rtog'ingiz tushunish kerak. Shunda siz sport karyerasini davom ettira olasiz. Mani juda yaxshi tushunadi, o'zlari ham sportchi bo'lgani uchun sportimni davom ettirishga ruxsat bergan. Har doim hamma musobaqamda, mana hozir ham ko'rdingiz, hamma musobaqamda doimiy yonimda turadi, qo'llab-quvvatlaydi. Va yana siz vazingiz 50 kilo bo'lsa, yana siz past vazndagi va yuqori vazndagi ayollarimizda MMA'da shu 100 gacha yaqinroq, ya'ni aynan 100 demaymiz, shunga yaqinroq jang qiladigan hamyurtimiz kim deb o'ylaysiz shu ayollar? To'g'risini aytsam, unaqa sportchi ayollarimiz, yoshlarimiz ham, eski sportchilarimiz ham zo'r chiqib kelyapti. Hammasi ham UFC'ga yaqin. Mendan kichkina veslarda Zulfiya Qurbasheva, Habibullayeva Mahliyo va Hilola Sobirovalar UFC'gacha chiqa oladi degan umiddaman. Hammasiga omad tilayman chin yurakdan. Shu alohida sizga ham rahmat, shu imkoniyatni berganingiz uchun. Keyingi janglaringizda va jahon chempionati va keyin qolaversa professional MMA'da omad tilab qolamiz. Salomat bo'linglar hammaga. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga.
bugun Banknote chempionatidamiz. Hamyurtimiz Ortiq Kamrovga Asmoviga gol qo'yganini ko'rsamiz. Hozir Andijon chempionatida Banknote'da chempionga aylandingiz. O'zingizni 12 kilogramda taassurotlar qanaqa? Jangingiz qanaqa kechdi? Assalomu alaykum. Andijon Open 2020 turnirida jang olib bordim. 62 kilogramda jang olib bordim. Va shu vaznda chempion bo'ldim. Bu jangga yaqinda yordam bergan inson ustozim Nuriddin akaga, ota-onamga va akalarimiz bor. Moliyaviy jihatdan ularda gaplashib yordam bergan akalarimizga kattakon rahmat aytaman. Xudo xohlasa ishonchlarni oqlab, bundan keyingi janglarda ham chiroyli g'alabalar bilan xursand qilaman. Hozir eshitishga qaraganda 12-iyul kuni Buxoro shahrida bo'ladigan Adib ishtirokida jang o'ynaydi. Eshitdik, shu jangi haqida so'zlaysiz. ATFC promotionida 12-iyul kuni Qirg'izistonlik sopernikda jang olib boraman. Xudo xohlasa, qo'llab-quvvatlab duo qilib turinglar, chiroyli g'alabalar bilan xursand qilamiz inshaalloh.